Hammaga salom. Bugun biz fuqarolarimizdan omadli mavsum aksiyasi haqida viktorina o'tkazamiz. Jo'ja aksiyasi qanday nomlanadi? Omadli kun, omadli soat, omadli mavsum. Omadli mavsum. To'g'ri javob. Omadli soat bo'lsa kerak. Afsuski, noto'g'ri javobingiz. Omadli kun. Afsuski, noto'g'ri. Menimcha omadli mavsum bo'lsa kerak, negaki mavsum vaqti hozir kuz. To'g'ri. Ikkinchi savol, qaysi mahsulot aksiyamizda ishtirok etmaydi? Sosiska bo'lishi mumkin-da, to'g'rimi? To'g'ri. Sosiska. Sosiska. Albatta. To'g'ri. Uchinchi savol, qaysi sovg'a omadli mavsumda o'ynalmaydi? Mashina. To'g'ri. Davay mashina. To'g'ri. Mashina. To'g'ri. Asosiy sovg'amiz qaysi? Pul yutug'i bo'lsa kerak, pul yutug'i. To'g'ri, to'g'ri. Деньги. 50 million. Деньги? Правильный ответ. Telefon. Afsuski, noto'g'ri. Oxirgi savolimiz, Xo'sh. necha yoshdan aksiyamizda ishtirok etsa bo'ladi? Meni taxminim 16 yoshdan bo'lsa kerak, bu variant tanlayman. To'g'ri topdingiz. Hali balog'atga yetmagan 16dan davay. Sizdan bilmayman, yutdingiz. Hammasiga to'g'ri javob berdingiz. 5 ta savolga to'g'ri javob berdingiz. Rahmat. Endi sizga aytganimizdek priz beramiz. Magazinimizga taklif qilamiz. Ushbu mahsulotlarimiz aksiyada ishtirok etadi. Xohlaganingizda tanlab olsangiz bo'ladi. Rahmat hammalarga ishingizga rivoj. Xursand bo'ldim. To'g'risi kutilmagan narsa bo'ldi o'zimga ham. Tabriklaymiz. Aksiyamiz ishtirokchiga aylaymiz.